Ana biz Adajon o'qigan maktabga keldik. Rejissyorimiz birgalar boshidan beri. Shu maktabda o'qiganmisiz? Assalomu alaykum. Ada, shu maktabda o'qiganmisiz? Chiroyli maktabingiz. Assalomu alaykum jonim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Nasibmisizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qaranglar. Domlalari hamma shu yerda. Ayjon qanday? Ha. Go'zallikni qaranglar. Ijodiy uchrashuvimizmi bugun? Ayjon? Voy, так приятно. Assalomu alaykum. Qaranglar, hamma turgan ekan. Dasturdan chiqdi. Rostdan, вообще chiroyli bo'pti. Voy, bu. Ana adam yugurib mana shu yerda o'qib katta bo'lganlar. To'g'rimi? Siz olib ketarmidingiz maktabda? O'zlari qatnarmidilar? Yo'q, unda katta edilar, bu maktabga o'tganimiz. Rosa chiroyli bo'pti. Yangi maktab qurilganda 3-yil bitirganlarda, 3-yil. Zo'r-ku. Biz 2-yil bitirganmiz, bular 3-yil bitirgan. 28 zerkanman. 28 maktab zerkanman. 35 maktab. 35 yilga yo'ldagini 29. Yo'ldagi mana bu 29. O'qib turib, institutda o'qib, so'ngra Toshkentga ketib, mana yonlarida ayollar o'tiribdi, ham qolmoqda. Turmush qurib, bitta gap bor. Oilada bu endi nega bo'ladi? Ayol Qur'on o'qisa, oilada hamma o'qiydi. Ayol kitob o'qisa, hamma o'qiydi. Ana ayol ham mahkam bo'lganligidan bu bolalar, shu Robiyasin men bilan Toshkentda konsertda hikmati bo'lgan, oilalarda bo'lgan, mana shu Robiya mana shundoq qizliklar mashhurlarligidan qo'lida skripkani ko'tarib. Nimaga boradi? O'sha Robiya mana kichkinalikdan o'rganman hammasi. O'sha onasi, otasi, mana bo'ylari, o'quvchilar, o'qituvchilar mana nima deydi? Bolaligim shay bilan bog'liq, ya'ni vatanim 10 hayot bo'lgandan keyin bir paytlar otamga bergan va'dalarim bor edi. O'sha va'dalar ustida Allohim nasib qilib chiqqanimdan juda ham xursandman. Ya'ni siz bizni san'atshunoslik ilmiy tadqiqot institutida 4 yil o'qib, dissertatsiya yo'qlaganimdan keyin bu yerda universitetda nima deydi? Kelmasam bo'lmasdi. Ya'ni o'sha fakultet bo'lib saqlanib qolish uchun men Chiroyli plakat. Mamta siz bormisiz ada hozir? Mana adam. Voy, adam ana. Voy, юный художник. Shu payt ham gazetaga chiqqansiz, ana opa dedim. mana. Analarni jonim, ana voy. Dostonni o'zdisiz, ada. Bir xil doston, prям.